man asli buxorolik emasman, lekin niyat qilganman. Faqat birinchi bergan intervyuga ana shuni qayerdan ekanimni aytaman deb. Bugun o'sha orzuyim amalga oshdi. Bugun mendan intervyu oldilar. Boshida ertalabdan syomkani qilishni boshladim. Chunki nimagadir yo uxlab yotganimga, yo cho'milayotganim, yo даже tualet kirganimga birdaniga ideya kelib qoladi, borib sразу videoga olaman o'sha vaynlarni. Sizlar yomon ko'rganday kastrulkadan akroshkani mezza qilib yeb, burutim chiqqan ekan, o'g'il bachalardan ajralib turay deb burutimni ham oldim. Nanamni magazinlaridan olgan yangi tapichkachamni kiyib, rezin artmi, shunaqa smolami, shunaqa narsalar. Devolga har xil narsalar taxlar ekanlar. Soat, plyaj, ish qilib o'shanaqa narsalar taxlashga ketdim. Ishonmaysizlar, asablarim shunaqa dam oldi. Keyin kelsam agar bechora bobom menga keshbeklarni yig'ib qo'yibdilar. Hammasini o'tkazib oldim-da. Pishagim qarqigandi. Bugun men uni aposh qilmaganim uchun ustani tagidan qorib, aposh qilib, o'pib, yarashib, keyin borib kallamni yuvdim, intervyu berishga ketdim. Kelsam agar menga bir gala shirinliklar uzatibdilar. Bugun bilan degustation qildik-da. Keyin charchab o'lib uxlab qoldim.